Assalomu alaykum. Bugun ishga kelganlik. May oyidan boshlab har bir kishi ofisga haftada bir marta kelib ishlash kerak ekan. Shu ofisga kelgandim. Bizning ofisimiz mana bu bino bo'ladi. Malla emas, unda keyingi oynalik. Shu binoda joylashgan ofisimiz. Eng qizig'i, bu ofis Salesforce Parkda oldida joylashgan. Salesforce Parkga kelsangiz esa juda ham ko'p yashillikni ko'rasiz, ya'ni shahar markazida yashillik o'rmondek qilishgan. Bu Salesforce kompaniyasining o'zi. Xo'sh, videoda maqsad nima edi asli? Mendan haligacha ba'zi kishilar so'rashadi, IT sohasiga kirib kelsam bo'ladimi, IT sohasida ishlasam bo'ladimi deb. Xo'p, IT sohasida ishlashga kelsak, IT sohasida hali ham ishlash jozibador. Agar kim shu sohada bo'lsa, kim shu sohani bitirgan bo'lsa, уже hali ham ish topsa, menimcha ancha katta yutuqlarga erishish mumkin. Moliyaviy tomondan ham, har xil bilim orttirish darajasida ham, tajriba orttirish darajasida ham. IT sohasi hali ham juda ham jozibador va juda ham yaxshi. Mana qaranglar, bu yerda kitob o'qish uchun qo'yib qo'yishdi tekinga. ABCs of Reading Room. Parkni saqlab qaytarib kelish kerak ekan o'qishdan. Kitoblar lekin ya'ni bermoqchi bo'lsangiz o'zingiz olib kelib bu yerda qabul qilinmar ekan. Xullas, nima demoqchi edim? Bu yerda rasm chizsa ham bo'lar ekan. O'yinlar bor ekan. Mana shu ko'rib turgan parkingiz Salesforce Park kompaniyasi tomonidan qilingan. Salesforce kompaniyasi tomonidan qilingan aniqrog'i. Balki davlat ham pul bergandir, boshqadir, lekin tagida tranzitni center joylashgan. Shuning uchun men parkdaman, ya'ni ofisdan chiqib, yuqoriga 4-qavatga ko'tarilib, to'g'ri ketyapman parkka tomonga qarab. U tomonda meni avtobusim bor, avtobusga o'tirib uyga ketaman. Mana shu parkni yasashda ham, mana shaharning rivojlanishida ham IT industriyasining o'rni juda ham katta. IT industriyasi o'rni katta bo'lganligi uchun bu shaharning rivojlanishi shunga bog'liq. Hozirda AI, ya'ni sun'iy intellektning rivojlanishi tufayli odamlar ko'p bu sohaga qiziqishmoqda, ko'p pul kiritmoqda, investorlar va bu shaharni ham Coviddan keyin qayta jonlanishi shu AI bir sababchi deb o'ylayman. Chunki ko'p kompaniyalar уже remote, ya'ni onlayn ishlashga o'tishganda, endi balki u ham qaytish niyati bo'lgandir, lekin AI ning anasi kuchli bo'lgan menimcha. Jonlanishiga, ko'p odamlar kelishiga, shuni jihatdan shaharda odam ko'payganda yoki rivojlanayotgandek bo'lishi mumkin. Narsalar ham qimmatroq. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu kompaniyalarda ishlashga hali ham odamlar kerak. Xo'sh, yangi odamlar kerakmi degan savol tug'iladi. Ya'ni o'qishni bitirib kelgan odamlar kerakmi degan savol tug'iladi. Menimcha ba'zi kompaniyalarda ham, ba'zi kompaniyalarda yo'q. Shuning uchun bu sohaga endi kirib kelmoqchi bo'lganlarga, agar bu sohaga pul uchun kirib kelmoqchi bo'lsangiz, balki sal qiynalishingiz mumkin, chunki pul uchun bu yer sizga birdaniga katta pul topishni imkoni yo'q demayman, lekin qiyinroq. Hozir ayniqsa qiyin bo'lib qolgan. O'qishni o'qishga kiraman, lekin mana shu sohaga qiziqaman deganlarga menimcha kirsa arziydi. Hali ham bu sohada qilinadigan ishlar ko'p. Kompaniyada ishlamasa ham magistratura yoki PhD qilib bir yangiliklar qilish mumkindir. Lekin ko'p o'zim tanigan odamlar aynan shu sohada bitirganlar hali ham ish topa olmayapti. Ish topganda ham u ishlar ularni qoniqtirmaydi va qiynalishmoqda bo'lmaganda. Bir yaqinda bir kishi bilan tanishim bilan ko'rishib qoldim uchrashuvda. U yigitning aytishicha, shu yil o'qishni bitirish kerak. Men o'qigan universitetda o'qiydi. Men universitetni 2019-yil bitirganman. Oradan shuncha yil o'tib ketdi. U endi bitiryapti. O'sha bola, ya'ni bizdan ham yoshroq, ish topishga qiynalyapti ekan va uning aytishi bo'yicha computer science sohasi hozir art bilan, ya'ni madaniyat deydimi va chizmachilik, musiqa sohalariga qiladigan soha, umumiy soha bor-ku, o'sha bilan bir xil bo'lib qolibdi ish topishi. Uning gapi endi balki sal bo'rtirilgan bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda ish topish qiyinlashgan demoqchida. Ish topish qiyinlashganlik sababli bu sohaga bo'lgan qiziqish ham kamayadi albatta.
Xo'p, AI sun'iy intellekt, ya'ni sun'iy intellekt hali kompaniyalarning odamlarning o'rnini egallayotganligi yo'q. Odamlarning o'rnini 100% egallayotganligi yo'q, lekin yordam beryapti. Eng muhim kompaniyalar AI ga qilingan investitsiyaning hisobiga odamlarni kamaytiryapti ishlarni olishga. Shuning hisobiga balki meni fikrimcha yangi ish o'rinlari kamayib ketadi va sekinlik bilan ishchilar ishlagan bilan ularning o'rniga yangi odam olib kelinmaydi, yangi talant olib kelinmaydi, yangi yoshlar olib kelinmasligi mumkin. Olib kelinsa ham juda kam olib kelinadi. Ish topish qiyinlashishi mumkin. Lekin ana shu soha orqali men pul topaman deydiganlar bo'lsa, ular nima qilishi mumkin? Ularga eng katta maslahat dasturlashni oddiy o'rganib, ko'proq startap qilishga qiziqsa, startap qilish. Startap orqali pul ko'tarish mumkin, biror bir yechim topish mumkin muammolarga. Xullas kalom, buni aniq aytib bo'lmaydi, nima bo'ladi, lekin bitta narsa muhimki, sun'iy intellekt kelsa va ishlarni olib qo'ysa, hamma sohaga ta'sir qiladi birdek. Ya'ni vaqt o'tishi bilan bir xil bo'ladi. Ko'p sohalar, masalan, accounting deydi, boyagi buxgalteriya, moliya, bank sohasi deysizmi yoki boshqa, hatto doktorlarga ham ba'zilar gapiradi. Doktorlar, menimcha doktorlarga ancha bor. Bari odamlarni qaror qabul qilish kerak, lekin ularga ham avtomatizatsiya kirib boryapti. Hayotlarini, ishlarini yengillashtiryapti. Hamma sohada kerak bo'ladi mutaxassislar, lekin kamroq bo'lishi mumkin va rostini aytsam, uni hech kim bilmaydi. O'zimiz ham ishxonadagilar bilan buni maslahatlashamiz, gaplashamiz. O'zimiz, nafaqat o'zimizga, balki kelajak avlodga, farzandlarimizga bo'lgan farzandlarimizning kelajagini o'ylab, shundan fikr yuritamiz. Bunda amerikalik bo'lgan hamkasblarim ham mendan yosh kattaroq, mendan ko'proq tajribaga ega bo'lganlar ham bunga javobini bilishmaydi nima bo'lishini. Ular ham xavotirda, ular ham hammasining yosh farzandlari bor, ular ham xavotirda. Nima qaror qabul qilsangiz ham o'zingiz o'ylab turib, o'sha qaroringizni chuqur o'ylab, atrofingizdagilar maslahat qilib bir qarorga keling va o'zgarishga tayyor bo'ling. Ya'ni hamma narsa oldingina zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin menimcha hozircha yomon bo'lmaydi. Shunaqa. Barchaga yaxshi kayfiyat, omad tilab qolaman. Bilingki, o'zgarish bo'lgani bilan har doim texnologik o'zgarish bo'lsa yaxshilikka bo'ladi. Ko'pincha yaxshilikka bo'lgan, yaxshi tomonga o'zgarishni umid qilib qolamiz. Shu sun'iy intellekt hamma sohalarga yaxshi bir o'zgarish olib kelib, narsalarning arzonlashishiga va odamlarning hayotini yengil qilishga olib keladi deb umiddamiz. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.